Shukrladi. Kommentariyamda korrespondentimiz bilan yarashib oldingizmi yoki ajrashdim deganingiz piarmidi degan SMSlarga to'lib ketdi. Qizlar, biz korrespondentlar bilan janjal qilib ajrashganimiz yo'q. Ikkovimiz ham kelishgan holda alohida yashashga qaror berganmiz. Ajrim dokumentlarini to'xtatib, shunchaki o'zimizga oxirgi marta imkon berishga va dam berishga qaror qildik. Internetda aytilmaydigan gaplar juda ham ko'p. Mana shu sababdan sizlarga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman. Lekin men Instagramni boshlashim bilan lifestyle yo'nalishdan boshlaganimdan keyin o'ylamdagi har bir yaxshi yomon voqeani sizlar bilan bo'lishib kelyapman. Instagram men uchun pul topish, daromad qilish manbai emas. Endi o'ylab ko'ringlar, men qanaqasiga PR qilib podpischi ko'paytirishim mumkin. Meni daromadim Instagram va TikTokka umuman aloqasi yo'q. Balki men ham shaxsiy biznesim yoki qanaqadir oldimga qo'ygan maqsadlarim bo'lmaganda yod olib Instagramda PR qilishim yoki qanaqadir bo'lmas videolar olishim mumkin edi. Instagram yurg'izganimga 1 yil bo'lgan bo'lsa, 100 mingdan ortiq auditoriya yig'oldim. Aynan men uchun bu shunchaki sifralar emas, bu meni oilam a'zolari qanchaga ko'paydi degani. Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar doimo qo'llab-quvvatlaganinglar va yonimda bo'lganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat.